Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlar bilan Sog'lom turmush klinikasi 2026-yil 23-mart kuni Qozog'iston Respublikasidan kelgan bemorlarimizdan biri. Diagnozi epilepsiya. Hozir bemorimizning onasi bilan suhbatlashamiz. Bizdan qanday natijalarga erishganligi haqida. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Biz mana Qozog'istonni Turkiston viloyatidan Sayram tumanidan keldik. Biz bu yoqqa Sog'lom turmush klinikasiga birinchi bo'lib kelgan yilimiz 22-yil yanvar oyida kelganmiz. Mana Xudoga shukr, hozir mani o'g'limni holati yaxshi, ancha o'zgardi. Biz bu yerga kelmasdan oldin qancha joylarga borganmiz, Olmaotaga borganmiz, Toshkentga borganmiz. Undan tashqari yana ancha joyga borganmiz, lekin bizga u yoqda aytishgan epilepsiyaning hech qanaqa davosi yo'q deb. Mana shu bir preparat, shunga bolangiz tuzalsa tuzaladi, tuzalmasa yo'q, davosi yo'q deb. Keyin shu YouTube'lardan, internetlardan ko'rib, Shukurlar akani Sog'lom turmush klinikasidan mana shunaqa epilepsiya bolalarni tuzatayotganini eshitib, biz bu yoqqa qarab keldik. Biz kelgan vaqtimizda bolamiz bir kunda 8 marotaba epilepsiya berar edi-da. Epilepsiya vaqtida biz Relanium degan ukol olib, o'g'limiz shunda shunaqa bir kunda 8 marotaba pristup berar edi. Biz u yoqda shunaqa bir dori bor edi, shu dorisini qildirib, ana undan keyin ertasi kungacha shu dori bilan epilepsiyasi bosilib turardi, pristuplar. Undan keyin ertasi kundan keyin tushlikni vaqtdan keyin yana shunaqa epilepsiya tutqanog'i boshlardi. Qo'yinchi shunday qilib har kun bir kunda 8 marotaba tutqanoq kasali berib, pristuplar bo'lib, biz juda qiynalib ketgandan keyin shu Shukurlar akani Sog'lom turmush klinikasini topib, Shukurlar akaga o'ziga murojaat qildik. 22-yil yanvar oyida kelganimizda biz haligi birinchi bo'lib Shukurlar akani o'zini lecheniyasini olib bo'lgandan keyin haligi tutqanog'i kamaydidagi biz haligi narkotikalik dorini qilmay qo'ydik. Bir deganda bizga Shukurlar aka shu doridan chiqarib berdi. Mana hozir Pankarayt, Epikarayt, Tonussakarayt, Nirarayt degan Shukurlar akani o'zini shaxsiy dorilarini oldik. Shu dorilardan keyin yana bir ikki lecheniyalardan keyin bizni o'g'limizning holati ancha yaxshilashdi. Hozir deyarli unaqa kasalligi yo'q. U kelmasdan oldin bir kunda 8 marotaba pristup beradigan bo'lsa, hozir bir oyda deyarli 4-6 marta bo'ladi. Rahmat deymiz Sog'lom turmush klinikasini xodimlariga, vrachlariga, Shukurlar akaga, Manzura opalarga, Nilufar xonimlarga kattadan katta tashakkurimizni bildiramiz va ularga omadlar, ishlarida omadlar tilagan holda bizlar endi yana bir yaxshi tomonini aytgim kelyapti. Bu yerga kelsangiz 10 kun, kelsangiz 10 kun haq to'laydigan bo'lsangiz, Shukurlar aka Jalilov tomonidan 5 kun, 3 kun bepul qarovlarni ko'rsatib, ana shunaqa bepul davolanishga ham mumkinchilik bor. Bizni kuzatuvchilar orasida bizga ishonadigan va ishonmaydiganlar bo'lishi mumkin. Siz ularga qanday maslahatlar bergan bo'lardingiz? Men ularga nima deyman? O'zimizda Qozog'iston tomonidan ko'pchilik bir marta, 2 marta kelgan odamlar bor, lekin sharoit bo'lmay kelolmay qoldi. Ulardan so'raganimda, agar menda mumkinchilik bo'lsa yoki sharoit bo'lganda edi, men Shukurlar akaga borar edim degan gaplarni ko'p aytadi. Chunki Shukurlar akadan davo ko'p topmoqda odamlar. Men o'zim ham shunga qaramay, mana necha yildan beri hech ham qolmasdan, mana hozir 15-marta kelgan bo'lsam, bundan keyin ham qancha marta kelish kerak bo'lsa kelaman. Chunki davo topgandan keyin kelaman shu yerga. Hozir bu yerdan davo topdik. Rahmat Shukurlar akaga. Rahmat, bizning klinikamizdan bunaqa katta natijalarga erishganinglardan juda ham xursandmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Alloh o'zi shifo bersin.